Haqqa yaqin bo'lish uchun mahmaldek yumshoq bir yurakka sahib bo'lish kerak. Har qanday bir inson har xil yo'llar bilan mehribonlikni o'rganadi. Ba'zi insonlar tasodifiy voqeaga uchraydi. Ba'zilar og'ir kasalga, ba'zilar bo'lsa ayrilish azobi tortadi. Yana ba'zilar bo'lsa iqtisodiy jihatdan ziyon tortadi. Mana shundaq hammamiz tuyuqsizla qalbimizdagi qattiqlikni yumshatishimizga fursat bergan qiyin ahvollarni boshdan kechiramiz. Ba'zilarimiz buningdagi hikmatni tushunib yumshaymiz. Afsus, ba'zilarimiz buningdan savoq olmay, texmo tosh yurak bo'lib ketamiz. Allah bilan arangizdagi butun pardalarni bir-birlab tushiringki, shundala Allah qisab bir muhabbat bilan bog'lana olaysiz. Prinsiplaringiz bo'lsin, lekin uni boshqalarga hukm chiqarishga yoki chetga qiqishga qo'llanmang. Bo'libmi butlardan uzoq turing. Aslo do'stlaringiz va haqiqatlaringizni iloh qilib olmang. E'tiqodingiz kuchli bo'lsin, lekin e'tiqodingiz bilan takabburlik qilib, saxt qiyofatga kirib olmang. Bu dunyodagi hammanglar bir narsa bo'lishga tirishsa, sen hech biri bo'lma. Nishoning yo'qlik bo'lsin. İnsanның qum qazondan farqi bo'lmasligi kerak. Qandaqla bo'lmasin, qum qazonni tutib turgan sirtqi ko'rinishi bo'lmasdan, ichidagi bo'shliq bo'lganidek, insonning putrab turishidan shaxsiyatchilik tuyg'usi bo'lmasdan, hech bir emaslik emidir. Haqiqatga taslim bo'lish ojizlikmi, passivlikmi emas. Aksicha bundaq bir taslimiyat oxirgacha kuchli bo'lishni kerak qiladi. Taslim bo'lgan inson qalaymiqqan do'lqinlagan sularda tirkishini tashlab, tinch bir makonda yashaydi. Shu hayotda ziddiyatlar bilan ilgirlayalaymiz. Mümin ichilik inkorchisi bilan Allohga ishonmagan kishi bo'lsa, e'tiqod bilan tonishishi kerak. Kishi insonlik kamolat martabasiga ulashganiga qadar asta-asta ilgirlaydi va ziddiyatlarni qabul qila oladigan darajada pishib yetiladi. Hili-mikr, suiqasddan andishalanma. Agar birlari sana to'zoq qurib, ziyon yetkazishni xohlasa, Alloh ularga to'zoq quradi. Sana o'rak qo'llaganlar o'rg'i o'zi tushidi. Bu sistem qarama-qarshilik asosi bilan aylanadi. Ne bir tamchi yaxshilik javobsiz qolur, ne bir tamchi yomonlik. Uning irodasidan sirt yopurmoqmi harakat qilmaydi. Sen faqatla buningga ishon. Allah qilni qirqqa ayirib, intayin ehtiyot bilan harakat qiladigan bir soat ustusidir. Vaqtga bakmo amal qilganlikdan hamma ish dil vaqtida bo'ladi. Ne bir minut baldur, ne keyin. Her bir insan üçün bir aşık buluş vakti ve ölüm vakti bo'ladi. Ben yaşayotgan hayotni ve özümni o'zgartirishga tayyormi deb o'zni so'roq qilish uchun hech bir vaqt kechikish emasdir. Qancha yoshda bo'lsak bo'layli, beshimizdan nima ishlar o'tgan bo'lsa o'tsin, qaytadan boshlash mumkindir. Bir gün bo'lsin o'tib ketgan bir kunimizga o'xshash takrorlangan bo'lsa, bu bek afsuslanarlik ishdir. Cho'qim har vaqt, har tiniqda yangilanish kerak. Yangi bir hayotga erishish uchun o'lishdan burun o'lish kerak. Chekitlar davomli o'zgaraydi, lekin butunligi o'xshashdir. Bu dunyodan ketgan bir o'g'ri uchun yana bir o'g'ri tug'iladi. Ölgen her bir diyanetlik insanın o'rnini bir diyanetlik insan aladi. Yana bütünlük hiç bir vaqt o'zgarmaydi. Hamma narsa o'zining markazida, o'rnida qoladi. Uningdan boshqa bir kundan yana bir kunga hech qanday bir ish o'xshash bo'lmaydi. Aşıqsız o'tgan bir ömür bo'lsa, behuda o'tgan ömürdür. Acaba ilahi muhabbetning arkasından yugurishim kerakmi, yoki moddiy aşık arkasından mı? Yoki dunyolik, oxiratlik
yoki bo'lmasa jismoniy narsalarmi o deb so'rama. O'xshamasliklar o'xshamaslikni o'ttirg'i chiqaradi. Aşıqning bo'lsa har qanday sifatga yoki aniqlamaga ehtiyoji yo'qdir. Aşıq degan o'zi mustaqil bir dunyodir. Sen uning ya o'ttirisida yoki teshida, uning hasratida bo'lasan.